Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videoda sizlar bilan biz 6-7 kun bitta qilganman. Shuni videoni tomosha qilishinglar mumkin. Qani bo'lmasa ketdi do'stlar. Biz hozir sizlar bilan bakacağımız qani bo'lmasa ketdi. Bu hozir biz bilan to'rtta midfielder, ya'ni pozitsiya yo'nalishini ochamiz. Qani bo'lmasa ketdi ochib ko'ramiz do'stlar. Bu yerda yaxshi o'yinchilar bor. Bizga kerakli yaxshi o'yinchilar Maldini, Ikafu da ketdi do'stlar. Yo'q, qo'yib do'stlar. Ikkinchisi kim? Shtillar, mayli. Uchinchisini ochib ko'ramiz. Bu yerda omadimiz kelsin. Demas, yurib do'stlar. Tushdi yana. Ha, bu Angus adashmasam, ha. Bu Angus do'stlar, bu Angus. Mayli, yaxshi. Ketdi do'stlar, tekin paketdan o'sha bitta taraf tushirib oldik. Endi olmasdan Demasa bizda 13 mintajimiz bor. Hammasiga draftlar olamiz. 4 ta draftlarli и draft ochishga yo'l olamiz. Bu bagajlarimiz birinchi bo'lib kim tushadi? Hammasi bot. Hech Jon Garcia o'shalar tushdi. Yana o'tiramiz, yana bot do'stlar. Mayli, hop, kengasiga o'tamiz. Kengasida bir odam draft ochamiz. Yurdi yo'q, Grimaldo do'stlar. Musor. Yana Musor nima ichi? Pedrini şu oldu mayli. Keyingi pag'laga o'tamiz. Bosh paketdan ikkita ochib qo'yamiz mayli. Kim tushadi? Kim? Davaytingiz. Mayli, zo'r Mahrez mayli. Hop, Pedrini sostavimizga qo'yamiz. Zambo Angus'ni o'rniga qo'yamiz. Yaxshi, Pedriga rang beramiz do'stlar. Birinchi rang. Endi ikkinchi rangini ham berib qo'yamiz. Mayli, yaxshi. Startlar zo'r. Pedrini juda kuchli. Kuchli central midfielder. Uchinchisiga yetmasa kerak. 40 dan yetmasa ham yo'q desam, 40 yetmasa ham mayli do'stlar. Sostavimiz 115 dan 116 ga ko'tarildi. Mana tizib ko'rsatdim do'stlar. Mayli do'stlar. Hop, biz Bahildan Pedriga trenirovkani o'tkazamiz. Ko'ramiz, statistikalar juda bomba do'stlar. Mayli. Pedriga trenirovka berib qo'yamiz. Ko'ramiz, yo'q, o'yinchilik kam ekan, 16 beramiz ekanmiz. Mushrum Windows ham berib turamiz. Hozirchalik bo'ladi. Mayli, endi chiqib bizlar bilan ranka budjeton qilamiz. Ranka budjetonga Barkele, Mbappe, Pires, 86-81 berib bo'ldi. Ketdi do'stlar. Pedriga 3-chi rangini beramiz. Pedriga rangini berib qo'yamiz, 3-chi rangini. Do'stlar, 19. Pedrini xudo xolisi 116. Ichkira maqsa, ichkira bir yutati kartiska almashtirishga harakat qilaman. Bunga maksimal harakat qilaman. Endi o'yinchilarga trenirovka berib qo'yamiz. Kvarachxilani yaxshi bo'lmadi baribir. Hop, bunga trenirovka beramiz. 16, 18, 19 yaxshi o'yinchilarga yetib qolmasam 80 qilamiz. Bo'ldi. Hop, bari chiqargan 20 qila olarkanman. Ketdi do'stlar kengasiga. Van de Venga 20 sharafiga bersa, tezorlarda beradi do'stlar. Hop, biz boshda olamiz. Bu yerdan 1,5 mintajimiz beradi bizga. Olamiz deb draft ochishga olamiz. Biz hozir 115 o'yinchi ushlashga harakat qilamiz. Bu yerdan bizga menimcha yaxshiroq o'yinchi beradi, chunki bitta qolgan ko'rishingiz mumkin. Pullardan berishga yurdi. Germaniya, striker, Icon, Klose do'stlar, Klose. Mayli, yaxshi ham. Lekin bizga baxshi, ya'ni Carles Puyol uchun yaxshi 20 chiqishini qolamiz. Bo'ldi do'stlar. Hop,
sostaviga qaytamiz. Bo'lmas qochmas ekan endi buyoqdan. Endi sostaviga qaytsak, buyoqdan hop klozini zaminiga qo'ysak, o'g'rimiz ochadimi? Yo'q, ochmas ekan. Ochsa yaxshi bo'lardi, lekin o'zimizga ham foyda bo'lardi. Ha, mayli. Endi boshqa nima qilamiz endi? Hop, bu yerdan taktikani o'zgartirib qaramiz. To'g'ri 2 to'rt qilmoqchi edim. To'g'ri yapag'an. Musialni kuchaytirgan edim, lekin sipaya tushmaydi. Mayli. Hop. Endi musialga sipa kucharam musial yo'q. Musial tushmas ekanman. Mayli. Sizlar bilan extra time ochamiz do'stlar. 50 minut extra time bor. Hozir sizlar bilan 4 o'yinchilarni berib olib, bu yerdan ham yoqib qolamiz. Maxrizmat etaram, sizlar sotilgan yo'q ekan. Shu yerda konjilarni berib olaman. Hop, Grimaldo'ni bersak 27 minutda almashtirib olamiz bilan hammasini. Bizda 77 minutda extra time to'g'ri bor. Pluscha mayli berib olamiz 80 minutda. 80 minutda qilib qo'yamiz mayli. Keyin extra time o'tamiz do'stlar bu yerdan. Birinchi olib Zesini scout ochib olamiz. Zesini scout ochishdan oldin to'xtaylik. 30 minutlar ochib deylik bu yerdan bizga. 30 minutlardan yaxshi o'yin berib qolishi mumkin. Bizga battar keladi, lekin bu yerdan David Rayoslar so'radi mana bu yerda Bruzon kurtga tushib qolishi mumkin noto'nim. Bruzon 4 David Rayos tushdi. Yaxshi, tekin bir ko'chaveramiz. Tekindan kelsa boylik bitmindi do'stlar. Endi ham yaxshi, mayli. Yaxshi, endi Zvezini scout o'tamiz. Bu yoqdan yaxshi ranchi bersin bizga. Davay. Chetda ochganmi yaxshi. Hop, boshlasa bizmi? Voy, Bruzon boshlasa asab bizdi. Mayli. Yaxshi tushib qolar. Hop, chetda bu burchidan chiqib ko'ramiz. Kim sotilmaydigan do'stlar. Hop, golkiper. Bu yerdan Bruzon tushib qolishi mumkin de. Davay, buni ochamiz. Bruzonmish. O'layotgan Casillas Buffon Peter Chexvar bu yerdan. Biz o'layotgan tushishim mumkin-da. 20 metr bosamiz. Kim do'stlar? O'layotgan. O'layotgan do'stlar. Ye. Просто fab do'stlar. Endi davom etamiz bu yerdan o'tishga. Ko'ramiz hozir bu yerdan. Yaxshi beradimi, bermaydimi? Bruzon yo'q. Narsa. Narsa o'ramiz bo'ldi. Yana refresh qildik. Bekor refresh qilamiz. Papetni o'zi yo'q ketardi. 4 minutga ochib qaramiz. Joydan Winston chimchada musorni hammasi musor bo'ldi bu yerdan. Kim tanikanim odam hisoblayapmiz mayli. Va foydasi va kim beradimizga kim Antoni Goat tushdi. Goatlarning katta bo'lgan Goat. Haptingasi do'stlar. Uchinchisi bu Giuliano Alvarez do'stlar. Bu ham yaxshi o'yinchi. Reytingi pas. Bu yerdan oxirgisimda kim Pacho Grimaldo. Biz Pachoni olamiz. Zezda kerak edi. Zezda joyida tushib berdi. Hammasini soобщениyadan olamiz do'stlar. Hop. Ko'p safar yaxshi omadli bo'ldi. Bitta Bruzon 6, ikkita Bruzon 5. Bruzon to'g'rilanib bo'ldi. Golkiper Icon Oliver Kahn do'stlar. Oliver Kahn. Pacho David Rayos hammasi musorchilar. Musormas darajasi past. Bu bizga kerak emas. Oliver Kahnni qo'yamiz. Kuchaymi do'stlar, lekin Pachoni qo'ysa Bruzon do'stlar.
Uzun aytdi. Bugun o'zida ikkita qo'shib olib deganlarimizga. Oldingi videoda darsa bitta o'pisham qo'shilmagan edi. Bu safar Alison Becker'dan Kanye termosga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, mayli. Voy, avtomat bir so'ramiz. Test to'g'rilab olaman bu yonim. Xo'p, angusini mikropazosi bir so'ydi bo'ldi. Bizdeki hozir sashnik qanani 112 mana ekan Beraldo, Lucas Beraldo. Qani aytibman, ha bo'ldi. Xo'p, bundan tonirovkani kimga? Pachoga 94 pacho. Yaxshi. Xo'p, skorsda muammosi bor. Yo'q, skorsda yaxshi. Seshtasi sal pastroq. Lekin bu yoqdan tekin yonmas berish shuni olib qo'yamiz. Yana pakochamiz do'stlar. Xo'p, ketdi yana. 5 minutda James bor. Uni olib bu yoqdan rang objektni olamiz. Keyin yana davom etamiz. Yo'q, buni ikkitasini olib tashlasak, Vinni qolib tursin, Valverteni beraveramiz. 459 bo'lib ketdi. Ranko point do'stlar, mayli. Ketdi sizlar bilan. Oliverkani birinchi rangga berib qo'yamiz. Oliverkan yaxshi sashni, xud sashdimi, yaxshi zo'r vartar. Do'stlar, juda zo'r statistikalarga gap bo'lishi mumkin emas. Hop, Kloze bor. Ko'rish butun tushib ketarkan bularni yo'qotsak, chiqaylar, Klozeni qo'yamiz. Bir so'tda bor ya, David Rayani qo'ysa yo'q. Yoniga qo'yib qo'yaveramiz. Lewandowskini qo'ysa pasayarkan. Bo'ldi do'stlar. Endi sizlar bilan pak ochishga o'tamiz. Vinni qo'ysa ham pasayarkan. Endi pak ochishga o'tamiz. Sastav juda go'zal. Kukurella, Van de Ven, Fellaini i PSDga kelgan Kautuni o'zgartirib